الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar, Sayyidil ayyam, hajjil masokin bo'lgan shunday bir fazilatlik, sizni biz mo'min musulmonlarni bayramimiz bo'lgan shunday bir ulug' kunda, ya'ni juma kunida uzoq yaqindan masjidga qadam ranjida qilib har bir qadam qo'yayotganda Alloh taoloni roziligi deb qo'ygan qadamlaringizga Alloh ajr azimlar berib, bilib bilmay qilgan gunohlaringizga Alloh kafforat aylasin. Allohim o'ziga beadad shukr, o'ziga hamd sano. Shunday bir ibodat qiladigan kuni ibodat qiladiganlar qatorida qilganiga, juma namozi o'qiydiganlar qatorida qilib, namozdek ulug' bir ne'matni, hidoyatni dilimizga solib, namozxonlardan qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ozroq vaqtdan foydalanib, hozirgi paytida sizni biz mo'min musulmonlarni iymon e'tiqodga qadam qo'yib kelayotgan bir paytlarimiz. Ko'pchilik din islomni qonun qoidalarini yaxshi bilmaydi. Aralashib ketib qolgan g'ayri dinlarni dini bilan ba'zi bir xil bizni dinlarimizni ham ishlari, har xil bid'atlar, har xil ishlar, Allohga ishonaman deb Alloh qaytargan narsalarni qilib yurganlar bor. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ummatiman deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytargan ishlarni qilib yurganlarimiz bor. Umuman dindan deb o'sha din qarshi bo'lgan ishlarni qilib yurganlarimiz juda ko'p. Chunki bular bilmaydilar. Bularga kam yetkizilingan, tushuntirish kam bo'lgan. Boshimizda ko'p qaytarib aytamiz, dinsizlik hukm surdi. Odamlar din ilmlaridan bexabar, bebahra qoldi. Mana endi hozir shu kengchilik bo'lib hamma joyda kitoblar chiqyapti, kuchlik, to'g'ri kitoblar, lekin maloyanisi bor, dinimizda yo'q bo'lgan qonun qoidalarga ichi to'lgan har xil oldi qochdi kitoblar ham chiqyapti. Bu bizni xalqimizni ongini din diyonatdan boshqa yo'lga boshlab yuboryapti. Hozirgi kunda pol, sehr kitoblari ham ko'payib ketdi. Sehr, irim kunlarni ajratish, bu yaxshi kun, bu shum kun, bu bunaqa kun, bu naqs soat, bu yaxshi soat. Bu yo'q bizni dinimizda. Shuni yaxshilab bilib oling, islom dinida bu narsalar harom. Odam ba'zida irim qilishliklar, amal, bir-biriga ziyon yetkazishliklar, keti nima bo'lakin demasdan har xil amaliyotlarni qilib qo'yish, jin, arvoh chaqirish, pol ochtirish, polga ishonib ketishlik, sehr qildirish, yo o'zi shu ish bilan shug'ullanish, bular hammasini mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanday kitobda aytib, hadis muboraklarda tushuntirgan bo'lsalar sizga yetkizaman. Siz ham yetkizing. Siz ham musulmonlarni bu botil e'tiqodlardan qaytaring. Bizni islom dinimiz pok din. Haqiqiy har bir oyat, hadislar ilmga, haqiqatga da'vat etadi, insoniyatni faqat foyda, to'g'ri tomonga chaqiradi. Ana endi isnodlari sahih bo'lgan hadislardan sizlarga mana shu sehr nima gapirib o'taman.
Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan ekanlar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Ash-shirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malil yatim wa tawalli yawm az-zahfi va qazful muhsanatil g'afilatil mu'minat. Insonni boshiga halokatlikni, baloni keltiradigan, diningizdan ham ajratib yuboradigan, dinsiz qilib qo'yadigan, dinga zarar yetkazadigan va insonni o'zini boshiga balo kulfatlarni keltiradigan 7 ta narsadan saqlaning dedilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Sahobalar aytdilar, u 7 ta narsa nima ya Rasululloh, bizga tushuntirib bering. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar, birinchisi ash-shirku billah, Allohga shirk keltirmoqlik. Allohimga shukr, biz butlarga sig'inmaymiz. Biz o'tlarga, quyoshlarga sig'inmaymiz. Bizda 2 ta narsa bor. U ham shirkka olib boradi, saqlanish kerak. Arvohlarga sig'inib olish. O'tgan avliyo valilardan madad so'rashlik. Yoki qilayotgan ishlarimizni xo'ja ko'rsinga, Alloh bilsinga emas, odamlar bilsinga. Odamlarni Allohga sherik qilib qo'yamiz. Ana shu 2 ta narsa bilmay qolib qilib qo'yamiz. Alloh o'zi saqlasin, bu ham shirk. Eng katta gunoh shirk. Yaratgan Allohim o'zi yaratsa, yo'qdan bor qilsa, o'zi rizq bersa, jon bersa, qarab tursa-da, falonchini haqqi hurmatidan, falonchi otamni hurmatidan desangiz, bu bo'lmaydi-da. Sizga Alloh nima deyapti? Men jon tomiringdan yaqinman, bandam senga bo'yningdagi jon tomiringdan ham yaqinman deb qo'ygan bo'lsa, nima qilamiz uzoqlarni qo'shib o'rtaga? Allohni o'zidan so'rashimiz kerak. Ikkinchisini sehr dedilar. Buni hali yana ko'p gap keladi sehr to'g'risida. Sehr bu insonga zarar yetkazish. Bir Harut bilan Marut degan farishta bir payt tushgan. Bular ozgina shu sehr ilmini o'rgatib qo'ygan shu Bani Isroildagilarga, Bobildagilarga. Ya'ni er xotinni o'rtasini buzib qo'yishni, sovuqchilik tushirib qo'yishni, odamga bir kasallik, o'shalar iymoningdan ketsang o'rgataman degan bo'lmasam, to'g'risini aytgan. Bu narsa fitna. Iymoningdan ketsang o'rgataman. Shular iymonidan kechib o'rganganlar bor. Endi mana shu narsa bilan kimki shug'ullansa, birovga zarar yetkazsa iymonsiz bo'ladi. Ash-shirku billah qandoq bo'lsa, sehrga amal yozish, birovga ichirish, yomonlik niyatlarini qilish va shunga ishonish hammasi katta gunohlardan, insoniyatni bir halokatga, baloga keltiradigan narsalardan. Uchinchisi odam o'ldirish. Alloh harom qilgan odam o'ldirmoqni. Odam o'ldirish illa bil haq. Endi jihad, jang endi bunga kirmaydi. Dushmaningiz sizga otadi, dushmanga u boshqa. Lekin mana shu hayotda bekordan bekor bir insonni o'ldirmoqlik juda katta gunoh. Harom qilingan, kattaligi hamki kechirilmaydigan og'ir gunohlardan. Va aklur riba, sudxo'rlik. Bu ham bir baloga keltiradi. Sudxo'rlik yo'l qo'ymaslik kerak. Bu ham ko'payib qolganday bo'lib qolyapti. Odamlarga nima bo'ldi? Shunday savob bo'ladi deb qarz beraversa bo'ladi-ku. Lekin nimagadir odamlar shunga o'rganib qolib
savobdan ko'ra naqqinan olib qo'ya qolaylik deb qolishyapti. Lekin bu bir kuni boshqa balo bo'ladi. Boshqa balo bo'ladi. Unday qilib topilingan narsa bir kuni insonni adoyi tamom qiladi. Va aklul molil yatim, yetimni molini yeyish. Yetimni Allohga shukr, bu yerda o'tirganlar qo'lidan tortib olib yo aldab olib yemaydi. Qalbida zig'ircha iymoni bo'lsa ham uni yetimga rahmi keladi. Ba'zi insonlar bor, yetimnikini yeb qo'ysa yeb qo'yadi. Lekin bitta borki, shuni bilmay yeb qo'yamiz. Ko'pchiligimiz. Shu yerda o'tirganlar ham. Oshini borib yeymiz. 40 ga 50 ga kirib bola chaqasini boqib turgan odam to'satdan o'lib qoldi. Shuni borib xudoyisini yeyilyapti. Hazar qiling, katta og'ir bu. Akasi qilib beryaptimi, ukasi qilib beryaptimi, baribir o'shalarning haqqi o'shaning ichida qo'shiladi. Qildirmang, borib yemang, qildirmang. Xotiniga tushuntiring, "Oy, azob bo'ladi, eringga ham, bizga ham qo'ysangchi bu ishni. Bolalaring katta bo'lganda namoz o'qisin. Hozir namoz o'rgat. 1000 ta odamni chaqirmadi, bolangga namoz o'qittir. Otasini haqqiga duo qilsin." Ana savob shundan bo'ladi. Va tavalli yawmaz zahfi, jihad jangidan sheriklarini, oshnalarini tashab qochgan dizirtilar. Musulmonlar bilan mabodo kofirlar jang qilayotgan bo'lsa, tapara-tupur tashab qochib ketgan. Bu bir. Lekin hayotda mana 5 kishi bir joyga chiqdingiz. 5 kishi bir joyga chiqdingizda 5 kishiga hujum qilib qoldi boshqalar. Shuni gumillatib qochib qolgan ham xuddi shuni o'zi bo'ladi. Sheriklarini tashab qochib ketgan ham. Mana shunday katta gunohkori azimni biri bo'ladi. Va qazful muhsanatil g'ofilat. Mo'mina ayollarga, namoz o'qiydigan ayollarga, bir odamni halol xotiniga, ko'chaga chiqmaydigan ayolga tuhmat qilishlik, buzuq deyishlik, gumonda bo'lishlik ham eng katta og'ir gunohlardan biri. Birodarlar, bu narsa ham ko'p odat bo'lib qolgan ko'pchiligimizda. Tiliga erk yo'q, vijdonsiz, insofsiz. Birovni ayolini yo birovni qizini, birovni kelinini falon pismadon deb gapiraveradi. Agar isbotlab ber desangiz, isbotlab bera olmaydi, ana unga had urishlikka to'g'ri keladi 80 darra. Mana shu bilmay, ko'rmay, ana shu mo'mina, namozxon ayollarga tuhmat qilishliklar shunday bo'ladi. Hozir bir gap tarqalib qoldi. Hijoblik ayollar undoq deydigan gapni chiqaradiganlar ko'payib qoldi. Unday tuhmatdan saqlanishsin, baloga giribtor bo'lishadi. Qalbini pokligidan, iymonligidan kirgan bo'lmasam o'ldirib yuborsangiz ham kirmaydi hijobga. Pichoqni ko'rsatib kirmaydiganicha, pichoqni ko'rsatib hijobga kirasanmi desangiz ham kirmaydi, diliga Alloh soladi kiradi. Unaqa tuhmatlarni hijoblik, hurmatlik ayol qizlarimizga qilmoqlikdan tiyilsin. Undan ko'ra o'zlari hijobga kirishsin. Mana shu 7 ta narsa bir baloga, halokatga keltiradigan narsalar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytibdilarki, "Laysa minna man tatayyara aw tutiyyara lah, aw takahhana aw tukuhina la, aw sahara aw suhira la, wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi vasallam."
bizdan emas deyaptilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Meni ummatim emas, meni mo'min musulmon ummatim emas. Kimki irimga ishonsa, tafayyar deb arablarda bir jahiliyat paytida bir odati bor ekan. Bir safarga ketayotganda qush uchirar ekan. Qush qayoqqa uchsa o'sha yoqqa bor, bu yerga borma baloga qolasan, qush uchgan tomonga bor derkan. Shunga o'xshagan bizda ham bor, hali g'ayri dinlardan ham kirib kelgan qora mushuk o'tib ketdi. Qora mushuk o'tgandan keyin endi yurmagin, tutib degin, bir narsa degin, ana shunda qangi narsalar qilgan va qildirgan. Sehr pol ochgan, pol ochtirtirgan. Pol ochish har turlik. Pol ochishni yo'llari juda ko'p. Qarta bilan ochar ekan, qahvani qunida ochar ekan, qo'lni chizig'iga qarab ochar ekan, har xil ishlari bor. Bular g'irt yolg'onchi, mabodo valdir-valdiridan bitta gapi to'g'ri kelib qolsa, bunga ishonadi. Bular xuddi shu ko'z bo'yamachilarning o'zi. Bularni hali nima bilan tugashligini yana keladigan hadislarda hali gapirib o'tamiz. Ana shunday kohinga, polbinga-yu borganni pol ochtirgan ham meni ummatim emas. Sehr qilgan ham, sehr qildirtirgan ham. Birodarlar, bu eski qolib kelgan ishlarda benamoz odamlarga ta'sir qilib qoladi ba'zida. Namoz o'qimaydi, halol pok yurmaydi. Sehr jinlarning ishi. Jinlarni sehrgarlari bo'ladi. Oxiri jinni bo'lib tugaydi ularning ishi ham. Oxiri jinni bo'ladi o'shalar ham. Uncha-muncha gaplarni gapirib turadi ularga. Uncha-muncha narsalarda yordam berib turadi. Ikkita yoshni qo'shila olmay qolishi. Mana shunaqa ishlarini qilgan odam namoz ham o'qishi mumkin-u, u Muhammad Rasulullohning ummati emas ekan payg'ambarimiz. Demak, musulmon emas deyilyapti. Va shuni qildirgan ham shundoq. Endi bizga Xudo namozni ne'mat qilib bergan. Namozni hech qanaqa namozxonni sehr ham olmaydi, hech balo olmaydi. Bu namoz shundoq ne'mat. Pokiza tahoratda yurgan odam hech narsa bo'lmaydi. Vaman ata kahinan, kimki polbinga borib deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Polbinni gapi to'g'ri desa, Muhammad alayhissalomga deyaptilar, o'zlarini aytibdilar, tushgan Qur'onga kofir bo'ldi, inkor qildi Qur'onni. Kimki polbinni gapini rost degan bo'lsa, Qur'onga inkor qildi. Qur'onni, Allohning so'zini yo'qqa chiqardi. Polbin ertaga o'lasan desa, ertaga o'lakanman desa, bo'ldi, Qur'onga kofir bo'ldi. Hech kim birovni o'lishini aytib bera olmaydi. 5 yildan keyin podsho bo'lasan desa, 5 yildan keyin podsho bo'lakanman deb yuradi. 1 yil yashaydimi, 2 yil yashaydimi, uni Alloh biladi. Umuman nima kerak bu narsani bilishdi. Janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam davom etyaptilar yana. Salasun man lam yakun fihi wahidatun minhunna fa innalloha yaghfiru lahu ma siwa zalika liman yasha. Man mata lam yushrik billah shay'an wa lam yakun sahiran yatba'u as-saharata wa lam yahqid ala akhihi. Uchta narsadan tiyilib boshqa gunohlarni qilgan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shu uchta narsani qilmagan bo'lsa, boshqa gunohlarni qilgan bo'lsa, tavba qilsa, o'lsa shu bilan Alloh xohlasa kechirib yuboradi. Shu uchta narsani qilmaganligi uchun qolgan gunohlarini Alloh kechirib yuboradi, xohlagan bandasini. Agar shu uchta narsaga giribtor bo'lmagan bo'lsa deyapti. U uchta narsa nima ekan? Biri
Allohga shirk keltirmagan bo'lsa, Alloh o'zi yakka yagona deb shunga ishonib yurgan bo'lsa, hech qachon sehrgarga bormagan va sehr qilmagan ham, sehrgarga bormagan ham, ishonmagan ham bo'lsa va do'stiga dushman, adovatlik qalbida hasad saqlamagan bo'lsa, shun bilan o'lib ketsa, shu uchta narsani qilmasdan qolgan gunohini Alloh xohlasa hammasini kechirib yuborar ekan. Buni yomonligini ko'rdingizmi? Shirkni, sehrni, sehrga ishonishni, shunga olib borishlikni hamda bir odamga dushman bo'lib, adovat qilib, hasad qilib, yomon bo'lib yurishni. Bor oramizda namozxonlar namoz o'qiydi, roza tutadi, ammo odamlarga juda qalbi nopok inson o'shani. Yomon ko'rib yuradi, hasadi qaynab yuradi. Bitta og'aynisi bir mashina olib qolsa, bir oy uyqusi kelmaydi. Bitta og'aynisiga Xudo bir fazilatli ish berib qo'ysa, yonib ketadi. Dilingni tozala, nopok. Haqiqiy musulmon bo'l, mo'min bo'l. Bu hamma joyda ishlaydi. Ilm egalarining ham ichida, olim bo'lib ketganlarining ham ichida bor. Bu yomon narsa. Adovat, ko'rolmaslik, bu bo'lib ketdi, men bo'lmaymanmi deyishlik. Hamma qilgan ishini bil. Qarang, shu 3 ta narsani qilmasa, tavba qilsin, qilmasin, Xudo kechirib yuborar ekan. Shu 3 ta narsani qilmaganligining sababidan. Buni mana bu narsalarni dahshatli gunoh, kechirilmaydigan gunoh ekanligi kelib chiqyapti. Ikkitasi masala talashadi. Talashayotgan masalasi mustahab. Qilsa savob, qilmasa gunoh emas. Lekin bu talashuv ichida qattiq dushmanlik yotibdi. Bir paytlari bundan oldin bir ish qilib qo'ygan. Shuni ko'ra olmasdan arzimagan masala bilan uni janchimoqchi bo'lishadi. Ana bunday buni zamirida shunaqa qiluvlarni qilib yuradiganlarimiz bor. Qo'ying. Hammamiz g'animatmiz. 3-4 kun dunyoda yashab ketamiz. Nima kerak bu narsalarni? Tinch, totuv, iymon, e'tiqodimizda halol pok bo'lib yashasak bo'lmaydimi? Davom etyaptilar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam davomga hadisda aytadilarki: "Man ata kahinan fasa'alahu an shay'in hujibat anhu tawbatu 40 layla fa in saddaqahu bima qala kafara." Kimki folbinga kelsa, falashtirsa, ochtirdi-yu ishonmadi. Keldi, ochtirdi-yu ishonmadi. Ochtirib ishonmagan bo'lsa, 40 kungacha tavbasi qabul bo'lmaydi. Borganligi uchun 40 kun tavbasini qabul qilmaydi Alloh. Agar ishonib tasdiqlasa, kofir debdilar. Tuppa-tuzuk odamlarni aytamiz. Oxiri bordi, qoraka palashtirishga bordik. Bo'lmadi, to'g'ri aytib berdi deydi. 40 yillik namozingni nima qilding? 50 yillik namozingni nima qilding? O'sha eshaging yo'qolib ketmaydimi? O'sha eshagimni topaman deb 40 yillik ibodatni folbinga borib yuborsan-ku. Yo moli yo'qoldi, yo eshagi yo'qoldi, yo oti yo'qoldi, yo mashina yo'qoldi. Boradi-da, "Ey, Allohdan so'ra, Alloh nasib etsa beradi." Lekin boradi. Ha, aytdi. Bir saruroqdan kelgan, yo bir qoraroqdan kelgan, yo bir bug'doy rang, shunaqa inson bordi. Yo bir nochara, u yo'qotgan odamning ko'zigacha o'sha ko'rinaveradi o'shanaqa. Ha, o'sha aytgan jingalay soch, jingalay bo'lmasa ham jingalay ko'rinib ketadi sochi. Ha, bu 40 kun bekor ishonmadim deganiga 40 kunning ichida o'lib qolmasan, 40 kungacha tavbasi qabul bo'lmaydi. Ishonib tasdiq qilgan umuman kofir deyildi. Qarang.
tavba qilib iymonga qaytish kerak, yig'lab, zorlanib. Yana hadis, birodarlar. Men osmondan olib gapirayotganim yo'q. Men yetkizyapman, amal qiling. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Lan yanalad darajatil ula man takahhana aw istaqsama." Ya'ni hech qachon maqsadiga yetmaydi. O'ylagan orzusiga yetmaydi. Ulug'likka yetmaydi, pol ochtirib yurgan odam. Mana ba'zilarni omadi yurishmasa ham polbinga boradi, aytib, ishim yurisharmikin deb. Ikki dunyo maqsadiga yetmaydi debdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, pol ochtirib yurgan odam kelayotgan omadini yo'q qiladi. Xudo bir baxt, fazilat berayotgan bo'lsa, yo'q qiladi shuni. Nuqul pol ochtirib yurganlarni bilamiz, bir ikki bo'lmayotganini. Haqiqatdan ish yurishmaydi. Ikkinchisi mozorlarga atab qo'y so'yib yurgan odamni ham ish yurishmaydi. Namoz o'qisangchi borib deydi. Sultonimga borib qo'ylarni so'yib o'shatdan tilab keldim deydi. Barakalloh. Yoki borib Bahovodinda so'yib o'shatda tilab keldim deydi. Qumarg'ida ham tilavering. Alloh taolo egam o'zi ku beradigan, bor qiladigan. Allah rahmat etsin o'tgan ulug' valiyullohlar, ular ibodati bilan, halol pokligi bilan yetishgan darajaga. Siz borib ul zotlarni ruhini hijolat qilib Xudoga sherik qilmang. Odam ibodat qiladi Xudoga sherik bo'lish uchunmi? Do'zaxidan panoh tilab jannatiga kirish uchun. Odamlarga bir tirik paytida bir ma'noli so'z yetkazish uchun kitob o'qiydi, o'zini namuna qilib ko'rsatadiki, odamlar mana shu yo'ldan yursin deb. Bu xudolikni da'vosini qilgan bo'lib qolmaydimi? Men o'shalarga sherik bo'laman, men baloni qaytaraman, men buni beraman, men uni beraman deb va'da qilinsa. Ana o'sha mozorlarga atab qo'y so'yishgan va pol ochtirgan, hech qachon maqsad ulug' darajalariga yetishmaskan. Xudo baxt saodatini bermaskan. Yana bunda ham deb qo'yadi. Din dedinglar, men bordim falon mozorga, 7 marta borib qo'y so'ydim, hech nima bo'lmadi-yu deydi. Ana dinni o'zi qarshi bunga. Bu shuni dindan deb bilib borib yuradi. Bizning maqsadimiz shularni yetkazishimiz, tushuntirishimiz, gapirishimiz kerak. Faqat men bu yerda mana baraka topishsin, mana magnitofonlarga yozib yetkazishyapti. Manaqa olib yetkazishyapti. Bu yerda 300-400 odam bilan ish bitmaydi. Buni butun xalqimiz yetkazib, tushuntirib, bildirib, to'g'ri yo'lga boshlashimiz kerak. O'shalar ham birodarlarimiz, o'shalar ham og'aynilarimiz, aka-ukalarimiz, shular ham bilmay qovat, yaxshimikin deb qovat. Shulardan qaytarsak juda katta savob ish qilgan bo'lamiz. Qaytaruvni ham biling. Kaltayni qo'lga olib yurmang, qaytaraman deb. Shirin so'zlar bilan, ilmli qilib, ma'noli qilib tushuntiring. Yana sarvari olam aytgan ekanlar: "Man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Rom ochadigan odamlar ham bo'ladi. Rom ochib qo'ying, bir ko'rib qo'ying, bir pol ochib qo'ying degan odam kelib, "Oho, to'g'ri ochdi-ya, to'g'ri ko'rsatdi" desa, 40 kun namozi qabul bo'lmas. 40 kun namoz qabul bo'lmaydi.
Birodarlar, ana shu narsalarni kitoblari ham chiqib qolyapti-da. Tarqalib ham yuribdi. Shunga ishonib targ'ib ham qo'yibdi. Ba'zilari xavotirlanyaptiki,